Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun IDC birinchi qismning 26-mavzusiga ham yetib keldik. Ya'ni arifmetik kvadrat ildiz va uning xossalari haqida gaplashamiz. Mavzuni boshlaymiz. Xo'p, mavzuni boshlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib arifmetik kvadrat ildiz haqida gaplashamiz. Ya'ni biz hammamiz biladigan arifmetik kvadrat ildiz kvadrat bo'lgani uchun ikkinchi daraja, ya'ni ildiz ostida qandaydir a soni haqida. Mana bu ildiz haqida gaplashamiz biz. Bugun mana bu ildiz haqida gaplashamiz. Ya'ni bu ildizda mana bu yerda 2 bor. Bu 2 esa o'sha faqat ildizdan boshlanadi. Ya'ni ikkinchi darajali kvadrat ildizdan boshlanadi. Undan masalan keyingi darajali ildizlar ham bor. Masalan, kub ildiz ostida qanaqadir b soni bo'lishi mumkin. 4-daraja ildiz ostida qanaqadir s soni bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Ya'ni ildiz ostida yoki kub degani yoki 4-darajali ildiz ostida s, ya'ni qanaqadir son. Bu nima degani? Ya'ni mana bu son ildizning ichida turgan son o'zini darajasiga qarab, masalan, mana bu a soni qaysi sonni kvadrati degani. Tushundingmi? Ya'ni a soni qaysi sonni kvadrati. Masalan, aytadigan bo'lsak, 4 sonini olaylik. 4 sonining kvadrati bizda 16 ga teng, to'g'rimi? 4 sonining kvadrati 16 ga teng. Demak, mana bu 16 sonini kvadrat ildizga oladigan bo'lsak, ya'ni 2 ildiz ostida 16. Mana bu 2 ildiz ostining ikkisini yozishingiz shart emas. Chunki ildizning o'zi ikkinchi darajaligini berib turadi. Ya'ni mana shu narsa ildizni yozmasak ham bo'ladi ikkisini. Ya'ni ildiz ostida 16 deb olsak bo'ladi. Bu 4 ga teng ekan. Tushundingmi? Ya'ni 16 4 ning kvadrati bo'ladi-da. 4 ning kvadrati, ya'ni 16 4 ning kvadrati bo'ladi-da. Mana bu kvadrat ildiz bilan mana ichkaridagi kvadrat bilan mana kvadrat ildizlar qisqarib ketadi-da, 4 ning o'zi chiqadi. Tushundingmi? 4 ning o'zi chiqadi. Buni boshqacha ko'rinishi ham bor. Buni ko'rinishi, yana qanaqa ko'rinish bor? Buni topishda masalan kubinchi ildiz olaylik. 2 ning kubi, yana mana shunga bitta misol ko'ramiz. 2 ning kubi bu 8 ga teng, to'g'rimi? Kub ildiz ostida 8, demak 2 ga teng ekan. To'g'rimi? Kub ildiz ostida 8, ya'ni bu 8 degani. Xo'p, bu narsani mana bunday ko'rinishda yozamiz. Ildiz ostida qanaqadir a ning n'inchisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni m ildiz ostida deylik. M ildiz ostida a ning n'inchisi bo'ladigan bo'lsa, bu a ning n taqsim m-inchi darajasi degani. Tushundingmi? Ya'ni m-inchi ildiz ostida a ning n'inchisi deydigan bo'lsak, bu degani a ning n da, ya'ni ichidagi sonning darajasini m ga bo'lish degani. Masalan, ko'raylik boshqa sonni, bulardan boshqa. Masalan, 4 ni 4 emas, 5 olaylik. 5 ning kvadratini olaylik. 25, to'g'rimi? Demak, biz 25 ni ildiz ostiga kiritadigan bo'lsak, mana bu yerda 2 bor boya aytganimdek, faqat yozilmagan. Bu ildiz ostida 5 ning kvadrati deganim 25. Mana bu formulaga qo'yadigan bo'lsak, 5 2, mana bu 2 bo'lingan, mana bu ikkinchi darajalik, to'g'rimi? Bu ham 2 bo'ladi. Shunda bu 5 ning birinchi darajasi bo'lib qoladi. Tushundingmi? 5 ning birinchi darajasi. Endi boshqa kubik ildizni, 4-daraja ildizni ham ko'rsak bo'ladi, masalan. Kubik ildizda 64 olaylik. Kubik ildizda 64. Xo'p, mana bu 64 nechining kubi degani? 4 niki. 4 ning kubi. Demak, 4 o'zini yozamiz. Mana bu darajasida 3 bor. Shuni yozamiz. Va mana bu kubik ildizda bo'lgani uchun, mana bu yerda 3 turgani uchun buni ham buni darajasiga bo'lish qilib yozamiz. Bu degani 4 ning birinchisi bo'lib qoladi. Yana aytmoqchi bo'lganim, har doim ham bo'lmasligi mumkin bu narsa. Masalan, sonlar kelib qolishligi mumkin. Masalan, bir nechta son kelib qolishi mumkin. Ildiz ostida a ning n'inchisi ko'paytirilgan b ning m'inchisi ko'paytirilgan s ning k-inchisi kelsin. 3 xil son kelib qolsin, to'g'rimi? Mana qanday darajadagi sonlar kelib qolsin. Bunda nima qilinadi? Har birini darajasiga bo'lib chiqiladi mana bu. Mana bu yerda turgan 2. To'g'rimi? Har bir darajasiga bo'lib chiqiladi. Masalan, ikkiligini, faqat ikkiligini ko'rmaylik. Mayli, bugungi darsimiz kvadrat ildiz bo'lgani uchun ikkiligini ko'proq ishlaymiz, lekin mana buni qanaydir s soni deylik, s emas. X deymiz. X deymiz. Ya'ni x-inchi ildiz ostida mana bu ko'rinishda bo'lsin, har biriga bo'lib chiqamiz. A ning n taqsim x-inchisi ko'paytirilgan b ning m taqsim x-inchisi ko'paytirilgan s ning k taqsim x-inchisi ko'rinishda bo'ladi. Har bittasiga bo'lib chiqamiz.
Shunda masalan biror bir misol tariqasini oladigan bo'lsak, bugungi darsimizda ko'proq kvadrat ildiz bilan ishlaganimiz uchun kvadratini yozamiz. Ya'ni kvadrat ildizni ikkinchi darajali ildiz. Shunda aytaylik 4 ko'paytirilgan 25 ko'paytirilgan 36 bo'lsin. To'g'rimi? 36 bo'lsin. Shunda ildizni olamizda. Mana bu son 2 ning kvadrati degani, to'g'rimi? Ko'paytirilgan. Mana bu 25 5 ning kvadrati degani. Ko'paytirilgan 36 6 ning kvadrati degani. Demak, mana bunda ham 2. 2 ni ikkinchi darajasini 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirilgan 5 ni ikkinchi darajasini 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirilgan 6 ni ikkinchi darajasini 2 ga bo'lamiz. Shunda nima bo'ladi? 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6 bo'ladi. 2 kere 5 10 60 chiqadi yechimiz. Tushunarli? Ya'ni har bittasini darajasiga bo'lib chiqamiz. Bu shu. Endi yana bir ildizni xossalari bor. Ya'ni xossa ham emas, ular ketma-ket ko'rgisi bo'ladi. Masalan, bir xil darajali ildizlar tursa, masalan, ko'paytiruv yoki bo'luvda, masalan, ildiz ostida m ildiz ostida qandaydir a soni turgan bo'lsin, uni ko'paytiramiz. M ildiz ostida b soniga bo'lsa, ikkalasini ildizlari bir xil. Ko'ryapsizmi? Darajasi bir xil. Ya'ni m-chi ildiz ostida a va m-chi ildiz ostida b degan. Bularni nima deb yozsak bo'ladi? Bitta ildizga olib, bitta m-chi darajali ildizga olib, a ko'paytirilgan b qo'shsak bo'ladi. Tushundingmi? A ko'paytirilgan b. Keyingisi bo'lishda qandaydir m-chi darajali ildiz ostida a bo'lingan m-chi darajali ildiz ostida b soni bo'lsin. Buni bitta qilib bo'lishga olsak bo'ladi. Ya'ni m-chi ildiz ostida a taqsim b deb yozsak bo'ladi. Tushundingmi? A taqsim b. Asosan shular qolgan o'sha qanaqadir holi kelib qolsa yoki biron bir nimadirlar keladigan bo'lsa, uni o'sha misolni ko'rish davomida tushuntirib beraman. Chunki hozir formula qilib tashlasam, ko'pchilik chalg'ib qolasizlar. Shuning uchun mana shu asosiy narsalar, bu narsalarni ishlatishda ko'pincha ildizni mana bundan foydalanamiz. Ko'proq mana bu xossalar ko'proq keladi. Ya'ni ichida ifoda bo'lib qolishi mumkin, a sonining o'rnida b sonining o'rnida ham qanaqadir ifoda bo'lib qolishi mumkin. Ularni keyinchalik o'sha misollarda o'zining turiga qarab ishlatib ketaveramiz, lekin asosiy qonuniyat mana shu narsada. Mana shu narsalarni bilib olsalaring, hammasi oson bo'lib ketadi. Qolganlari ham tushunarli bo'lgan bo'lsa, bir martasiga doskani yozib olinglar, keyin misol ishlashga o'tib ketamiz. Misollarni ishlashga o'tamiz o'quvchilar. Birinchi misolga qaraydigan bo'lsak, ildiz ostida 121 bergan. Xo'p, mana bu ildiz ostidagi 121 sonini biz qaysidir sonni kvadratiga olishimiz kerak. Buni nima desa bo'ladi? Kvadratlarni yodlab chiqish kerak-da. Ya'ni masalan 20 ning kvadratigacha yoki 25 ning yoki 30 ning kvadratigacha yodlab chiqqan bo'lishingiz kerak-da. O'sha narsada kvadrat ildizni ishlash osonroq bo'ladi. Qolgan hollarda ko'paytiruvchiga ajratib yo boshqa qilib ishlasak bo'ladi. Mana bu 121 bu 11 ning kvadrati degani. Tushundingmi? 11 ning kvadrati degani. 11 ning kvadrati bo'lgandan keyin boya aytganimizdek 11 ni 2 taqsim ikkinchisi bo'lib qoladi-da. 11 ni o'zi chiqib qoladi. Tushundingmi? Ya'ni 11 ni o'zi chiqadi. Bu shunday bo'ldi. Endi keyingi misol aytishlaring mumkin, mana bu ikkita narsani alohida ildiz qilib chiqarib olsam ham bo'ladi-ku deb o'ylashlaring mumkin. Masalan, ildiz 12 va ildiz 75, to'g'rimi? Lekin biz buni boshqacha qilamiz. Biz bitta ildizga olish huquqimiz bor-ku, to'g'rimi? Voy, bitta ildizga olsak bo'lardi-ku. Va 12 ni 3 kere 4 deb yozamiz ko'paytiruvchiga ajratib. To'g'rimi? Shunday desak bo'ladi-ku, ko'paytirilgan. 75 nima degani? 25 kere 3 deganimi? To'g'rimi? 25 kere 3 degani. Qarasak, bunda ham 2 ta 3 bor, bunda 2 ta 2 bor, bunda 2 ta 5 bor, to'g'rimi? Ya'ni 5 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, bu 3 ning kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Qayerga sig'dirishmagan. Shunda tushunarli bo'lgan bo'lsa, ya'ni mana bu 2 ta 3 ning kvadratidan bitta 3 chiqib ketadi. Ya'ni bitta 3 chiqadi. Mana bu 4, bu 2 ning kvadrati degani, ko'paytirilgan 2 bo'ladi. 5 chiqadi mana bu. Bu 30 bo'ladi. Tushundingmi? Endi mana bu 1296, to'g'rimi? Endi mana bu sonda kvadratini bilmaslik mumkin, chunki juda ham katta son, to'g'rimi? Katta son. Buni biz oldingi darslarda o'tgan tub ko'paytiruvchiga ajratish bor-ku. Mana qilib 2 ga bo'lamiz. Bo'lsak 6 tadan 9 ning ichida 4 tadan 8 tadan 2 ga bo'lamiz. Mana bu 3 tadan, bunga 2 tadan, bunga 4 tadan, bunga 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, buning ichida bitta bor, 6 ta bor,
ikkita bor. Buni ichida yana 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bunda 8 ta bor, bunda bitta bor. Buni уже 3 ga bo'lamiz. 27, 3 ga bo'lamiz. 9, 3 ga bo'lamiz. 3, yana 3 ga bo'lamiz. 1 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bu nima degan ekan? Ildiz ostida 1, 2, 3, 4 ta, 2 ning 4-darajasi ko'paytirilgan 1, 2, 3, 4 ta. 3 ning 4-darajasi degan, to'g'rimi? 3 ning 4-darajasi degan. Shunda bu boya aytganimizdek 2, 4-darajani 2 ga bo'lamiz, ko'paytirilgan 3-darajani 3 ning 4-darajasini 2 ga bo'lamiz. Bu 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'ladimi? To'g'rimi? Demak, 4 ko'paytirilgan 9 bo'ladi-da, bu 36 bo'ladi. Tushundingmi? Mana shu ko'paytiruvchiga ajrab chiqaradi, katta son bo'ladigan bo'lsa, agar topolmasalaring. Xo'p, keyingisi 15-misolga qaraydigan bo'lsak, 15-misolda bizda aytayapti, ildiz ostida 17 ning kvadrati minus 15 ning kvadrati. Bizda boyagi a kvadrat minus b kvadrat formula bor-ku, o'shanga qo'yib olsak nima bo'ladi? 17 minus 15 ko'paytirilgan 17 plus 15. Shunda 17 ga 15 ni ayiradigan bo'lsak 2 ko'paytirilgan 17 ga 15 qo'shadigan bo'lsak 32 mi? Bu ildiz ostida 64 bo'ladi, to'g'rimi? Ildiz ostida 64 dan necha chiqadi? Bu 8 ning kvadratimi? Shunda 8 chiqadi. Tushundingmi? 8 ning kvadrati bo'lgandan keyin. Xo'p, keyingisi 20-misolda 7 ning 4-chisi ko'paytirilgan 5 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning 4-chisi. Bu boyagi mana ishlaganimiz bilan bir xil, ya'ni darajalarni bo'lib chiqsak bo'ldi, to'g'rimi? 7 ni 4-chisini 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirilgan 5 ning kvadratini 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirilgan 3 ning 4-chisini 2 ga bo'lamiz. Shunda nima bo'ladi? 7 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'lib qoladi. Tushundingmi? Buni keyin shunchaki ko'paytirib qo'yaverasizlar. Ya'ni ma'lum bir son chiqaradigan bo'lsak, shunchaki ko'paytirib qo'yaverasizlar yoki javob variantlarida, testlar ishlagandan keyin javob variantlarida mana shunaqa ko'rinishda ham kelgan bo'lishi mumkin. Tushundingmi? Buni oddiy ko'paytirib qo'yaverasizlar. Xo'p, 25-misol. 25-misolda qaraydigan bo'lsak, 1 taqsim 3 ning kvadrati plus 1 taqsim 4 ning kvadratini beradi. Bularni umumiy mahrajga beradigan bo'lsak qanday bo'ladi? Ildiz ostida bunga 4 ning kvadratidan beramiz, to'g'rimi? 4 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati taqsim 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 ning kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, 4 ning kvadrati 16, to'g'rimi? 3 ning kvadrati 9. 16 ga 9 qo'shadigan bo'lsak 25 bo'ladi. Bu mahrajda 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 ning kvadrati bo'ladi. Shunda suratdan 25 dan necha chiqadi suratda ildiz ostidan oladigan bo'lsak? 5 chiqadi, to'g'rimi? Mahrajdan 3 ning kvadrati 4 ning kvadrati. 2 ning 2 ga bo'lsak 3 ning o'zi chiqadi, to'g'rimi? 4 ning darajasida ham 2 bor, 2 ga bo'ladigan bo'lsa 4 o'zi chiqadi. Bu degani 5 taqsim 12 degani. Tushundingmi? Ya'ni 5 taqsim 12 chiqadi ekan biz javobimiz. Xo'p, 25-misol. 30-misolga qaraymiz. 30-misolda bizda mana bunaqa ko'rinishdagi ifoda berilgan, bo'linadigan. Xo'p, bu kasrni yechimini topishimiz kerak ekan. Undan oldin qaranglar. Mana bu ichidagi narsalarni soddalashtirib olamiz. Ildiz osti 20, bu 4 kara 5 deganimi? Plus 45 nima degani? Ildiz ostida 9 kara 5 degani. Plus 125 nima degani? Ildiz ostida 25 kara 25 degani, 25 kara 5 deganimi? Mahrajda 180 nima degani? 36 kara 5 degani, to'g'rimi? Ildiz ostida 36 kara 5 degani. Xo'p, bizda mana bu 4 dan 2 chiqib ketadi, to'g'rimi? 2 ildiz ostida 5 bo'ladi. Plus 9 dan ildiz oladigan bo'lsak 3 chiqadi. Mana bu ildizdan chiqmaydigan sonlar borki, 5 yo boshqa narsadan kvadrat chiqmay qolsa, shunchaki ildiz ichida qoldirib ketsak ham bo'ladi, tushunarlimi? Ildiz ostida 5 deb yozib qo'ysak bo'ladi. Ildiz ostida 5 plus mana bu 25 dan 5 chiqadimi? 5 ildiz ostida 5 bo'lib qoladi. Mahrajda 36 dan nima chiqadi? 6 ildiz ostida 5 bo'lib qoladi mahrajda. Endi qaranglar. Mana shu yerda ikki xil narsa qilib ishlasak bo'ladi. Birinchisi,
suratni shunchaki qo'shib chiqsak bo'ladi. Suratni shunchaki qo'shib chiqsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa ko'rinishda? Faqat mana bu ildizlari bir xil-ku. Ildiz osti 5, ildiz osti 5, ildiz osti 5. Ildizlari bir xil bo'lgan sonlarda oltidagi koeffitsiyentlarni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni 3 ga 5 ni qo'shib, yoniga ildiz osti 5 yozib qo'yamiz. 2 ga 3 ni qo'shib, ya'ni hammasini mana bu 5, 3, 2 ni qo'shsak necha bo'ladi? 5, 3, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 10, ildiz osti 5 bo'ladimi? To'g'rimi? Ya'ni mana bu ildiz osti 5 bir xilda, xuddi ana bu koeffitsient yozardik-ku. 2x plus 2y 2x plus 4x bo'lsa, x'lari bir xil bo'lgani uchun faqat koeffitsiyentlarni qo'shardik-ku, to'g'rimi? O'shandagiga o'xshab mana bu ildizlari bir xil bo'lsa, ya'ni ildiz osti 5, ildiz osti 5, ildiz osti 5 ku 6 koeffitsiyentlarini yig'indisini qo'shib qo'yib, yoniga ildiz osti 5 yozib qo'yamiz. Tushundingmi? Shunda mahrajda 6 taqsim ildiz osti 5 bo'ladi. Endi mana bu ildiz bilan sonni orasida koeffitsient orasida ko'paytma bor har doim. Faqat ko'rinmay turadi u. Tushundingmi? Ko'paytma bor. Ya'ni ildiz osti 5 bilan ildiz osti 5 ni qisqartirib olsak bo'ladi. 10 bilan 6 ni 2 ga qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida 5 qoladi, pastda 3 qoladi. Ya'ni 5 taqsim 3 bo'ladi. Tushundingmi? 5 taqsim 3 bo'ladi. Endi 35-misolda ham xuddi shunga o'xshash. 35-misolda qanaqa qilamiz? Qaranglar. Birinchi mana bu ildiz osti 2 ni shunchaki ko'paytirib chiqsak ham bo'ladi yoki ichidagilarni chiqarib olsak ham bo'ladi. Xo'p, ildiz osti 2 ni ichkariga ko'paytirib olaylik har biriga. Boya aytganimizdek, agar bir xil ildizda bo'ladigan bo'lsa, bitta ildizni ichiga olsak bo'larmidi? Ildiz ostida 2 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 16 bo'ladi. Plus 3 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4 bo'ladi. Plus ildiz ostida 2 ni 18 ga ko'paytirsak, ildiz ostida 36 bo'ladimi? 18 kira 2 36 bo'ladi. Endi mana bu 16 dan 4 chiqadi. 4 plus 3 ko'paytirilgan 4 dan 2 chiqadi, to'g'rimi? 3 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 6 bo'ladi. Plus 5 kira 36 dan 6 ildiz chiqadimi? 6 ni kvadrati 36, to'g'rimi? Shunda 6 chiqadi. 5 kira 6 30 bo'ladi. Shunda jami yechimimiz 40 bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni o'sha mana bu ildizlarni ichkariga ko'paytirib olishimiz mumkin. Shuning uchun shunday qilib ishlasak bo'ladi. Yoki-da mana bu ildiz osti 2 bor-ku, mana bunda 4 kira 2 degani, to'g'rimi? 4 dan 2 ni chiqarib olib, yana ildiz osti 2 hosil bo'lib qoladimi? O'shani ildiz osti 2 larni qavsdan tashqariga chiqarsak, mana bu ildiz osti 2 bilan bitta 2 paydo bo'lib qoladi-da tashqarida. Shunaqa qilib ishlaydigan bo'lsa, 20 kira 2 bo'lib qoladi. Ya'ni buni ahamiyati yo'q demoqchiman. Ichkariga ko'paytirib yuborsalaring ham yoki-da ichkaridan biror o'xshash sonni tashqariga chiqarib ishlasak ham ahamiyati yo'q, bir xil bo'ladi. Lekin ba'zi misollarda o'sha misol turiga qarab yoki ildiz osti 2 ga o'xshash ichkaridan son chiqarib yuboriladi yoki ildiz osti 2 ni kiritib yuboriladi. Qaysi biri qulay bo'lsa, misolda o'shanga qarab ishlasalang bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, doskani yozib olinglar. Keyingi misolga o'tamiz. Davom etamiz o'quvchilar. 40-misolga qaraymiz. 40-misolda mana bu ko'rinishdagi misol berilgan, ya'ni ikkita ildizli sonlarda yig'indisi va ularning kvadratlari berilgan va o'rtasida ayruv bor. Xo'p, bu misolda ishlashda oddiygina o'zimiz bilgan o'sha kvadratga ochib chiqishni, ya'ni qo'llavoramiz. Shunchaki qavslar kvadratga ochib chiqamiz. Ildiz osti 3 ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan. Bu aytgandek ildiz osti 3 va ildiz osti 2 ko'paytiriladi, to'g'rimi? Bitta ildizga olsak bo'ladimi? Ya'ni mana bunaqa ildiz osti 3 ko'paytirilgan ildiz osti 2, to'g'rimi? Plusda ildiz osti 2 ning kvadrati minus mana bunda ildiz osti 6 kvadrati, men qavs qo'yib turaman. Plus 2 ko'paytirilgan ildiz osti 6 plus 1 ning kvadrati 1 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Yozib o'tirish shart emas. Endi mana shu yerda narsa aytib ketaman. Mana bu bizda darajaning darajasi bor edi-yu. Qonuni, masalan, a ning n'inchisi, m'inchi masalan 2 ning kvadratining kvadrati 2 ning 4-inchisi degan, to'g'rimi? Mana bu yerda 1 bor-ku bizda. To'g'rimi? Ya'ni 3 ning 1 taqsim 2-inchisi bo'ladi-da, buni kvadrati bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu yerda 1 bor, 1 ni 2 ga bo'lamiz deb aytdim. 1 taqsim 2 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, necha bo'ladi bizda? 1 taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak 1 bo'ladi, to'g'rimi? 1 bo'lib qoladi. Mana bu demak, mana yerda 3 ta o'zi qoladi, to'g'rimi? 3 ta o'zi qoladi. Plus mana buni bitta ildizga olsak bo'ladimi? 2 ildiz osti 6 bo'ladimi? To'g'rimi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ildiz ostida qanaqadir sonni kvadratga oshiradigan bo'lsak, ildizlar qisqarib ketadi-da. Ildiz bilan kvadrat qisqarib, ichidagi sonni o'zi qolib ketadi. Tushundingmi? Bu kvadrat, bu ildizlar qisqarib ketadi-da, 3 ta o'zi qoladi.
Demak, bu ikkalasi ildizosi 3 ni ildizosi ko'paytirsak 3 kira 2 bo'ladi. Bitta ildiz ichida 6 bo'lib qoladi. Plus mana bunda ham ildiz ostida 2 bilan 2 turibdi, to'g'rimi? Kvadrat turibdi darajasida. Bu ildiz osti bilan mana bu 2 qisqarib ketadi, 2 ni o'zi qoladi ichidagi sonda. Tushundingmi? Minusda mana bundan necha qoladi shunda? 6 qoladi. Minus ta'sir qiladigan bo'lsak, hammasi ishora teskarisiga o'zgaradi, to'g'rimi? Minusda 2 ildiz osti 6 bo'ladi, minusda 1. Demak, 2 ildiz osti 6 bilan minus 2 ildiz osti 6 qisqarib ketadi. Hop, 2 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 5. 5 dan minus 7 ni ayiradigan bo'lsak, minus 2 bo'ladimi? Minus 2. Demak, yechimimiz bizda minus 2 teng. Tushundingmi? Bu 40-misol shunday. 45-misol. 45-misolda bizda ildiz osti 5 quyidagi ko'rinishda berilgan. Endi boya aytgan qonunimiz bor-ku, bitta ildizga olsak bo'ladi degan. Ildiz ostida 8 minus ildiz ostida 19 ko'paytirilgan 8 plus ildiz ostida 19 teng. Bizda a minus b a plus b ning formulasi bor-ku, to'g'rimi? A minus b a plus b a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Ildiz ostida 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 8 ning kvadrati 64 minus ildiz osti 19 kvadrati boya aytganimdek ildiz bilan kvadrat kelib qoladigan bo'lsa, kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi, ichkaridagi sonni o'zi qoladi, to'g'rimi? 19 bo'ladi. Ildiz ostida 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 64 dan 19 ayiradigan bo'lsak, 45 bo'ladimi? 45 degani 9 ko'paytirilgan 5 degani. Shunda ildiz ostida bitta ildizga oladigan bo'lsak, 5 ning kvadrati ko'paytirilgan 9 bizda 3 ning kvadratiga tengmi? Xo'p, 5 ning kvadratidan 5 chiqadi. 3 ning kvadratidan 3 chiqadi. Ildizdan. Shunda bizda 15 bo'ladi. Demak, yechimimiz bizda 15 ga teng ekan. Tushundingmi? Xo'p, 50-misolga qaraymiz. 50-misolda yuqoridan mana bu to'rni tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak, to'r qavs ichida ildiz ostida 7 minus 1 ko'paytirilgan ildiz ostida 7 plus 1. Bu ham o'sha a kvadrat plus b kvadrat formulamizga tushadi. 6. To'g'rimi? A minus b a plus b bo'lyapti. To'r ko'paytirilgan ildiz ostida 7 ning kvadrati. Yo'q, qaranglar, ildiz ostida 7 ning kvadrati deyapman. 49 bo'lmaydi. Minus 1. 7 ning o'zi bo'ladi. Chunki ildiz bilan kvadrat kelyapti, to'g'rimi? Esingizdan chiqarmanglar. Mana bu ildiz ostida 7 bilan 2 ni kvadratga oshiradigan bo'lsak, ya'ni mana bunaqa hisobda qaranglar. 8 ning kvadrati 64, to'g'rimi? Mana bu tarafda ildizga oladigan bo'lsak, ya'ni 8 ning kvadrati 64. Lekin 64 ni ildizga oladigan bo'lsak va uni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, mana bu 2 bilan bu ildiz qisqarib ketadi, 64 bo'lib qoladi. Tushundingmi? Mana bu ildiz bilan kvadrat bo'lsa. Xo'p. Shunda mana bu yerda 7 qoladi, to'g'rimi? Ildiz bilan kvadrat qisqaradi, 7 qoladi. 7 minus 1 6. 6 bilan mana maxrajdan 6 qisqarib ketsa, 1 bo'ladi, mana bu 4 o'zi qoladi, to'g'rimi? 4 o'zi qoladi. Demak, javobimiz 4 ga teng. Tushundingmi? Bu shunday bo'ladi. Endi 55-misolga qaraymiz. 28 minus 12 ildiz 5 taqsim maxraj kvadrat ildiz 18 minus ildiz 10. Xo'p. Buni ishlashdan oldin buni sal soddalashtirib olamiz. 28 minus 12 ildiz 5. Sal soddalashtiramiz. Ildiz ostida 18 bo'lma degani? 9 ko'paytirilgan 2, to'g'rimi? Minus ildiz ostida 2 ko'paytirib 5 kvadrati. Xo'p. Ildiz 5 ning kvadrati. Buni ildizdan chiqarmay turib shunchaki kvadrat ko'tarsak ham misolimiz o'xshaydi ekan. Qaranglar. 28 minus 12 ildiz ostida 5 kvadratni shunchaki kvadrat ochaylik-da. Ildiz ostida 18 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 18 kara 10 bo'lib qoladi bitta ildizga olsak. Keyin plus ildiz ostida 10 ning kvadrati bo'ladi. Endi suratda 28
minus 12 ilzosida 5 mahrajda 18 ni kvadrat boya aytgandek ilzosi 18 ni kvadrat keladigan bo'lsa, qisqarib ketib 18 o'zi qoladi. Minus 2 ko'paytirilgan. Endi mana bunda 9 kara 2 degani ko'paytirilgan 2 kara 5 degani 10, to'g'rimi? Plyusda 10 ni o'zi bo'ladi. 28 minus 12 ilzosida 5 mahrajda 18 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsa 28 mi? 28 minus mana bu 2 dan bitta 2 chiqib ketadi, to'g'rimi? 3 dan bitta chiqib ketadi-da, shunda 2 3 6 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12 ilzosida 5 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Shunda bizning surat bilan mahraj bir xil bo'lib qoldi. Sarf etib 1 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Xuddi shunday. Endi 60-misolda 60-misolda to'liq shartini yozmagandik menimcha, yozdik. Yozmagan 3 plus 7 bo'ladi. 60-misolga qaraymiz. 60-misolda bizga quyidagi ko'rinishda ifoda berilgan. Endi bu ifodani biz qanday qilib ochib chiqishni o'ylaymiz. Xo'p. Mana bu 5 minus ilzosini tushirib tursin shu yerda. Biz mana bu qavsning ichidagi sonlardan qidiramiz o'xshashlarni. Xo'p. 3 ko'paytirib 15 qilsak bo'ladi. 3 ko'paytirib 15 qilsak bo'ladi. Undan oldin qaranglar. Mana shu yerda mana shu yerda Xo'p, 15 3 ko'paytirilgan 5, mana bu yerda 3 bor. Mana bu 91 bizda nima degani? 91. 13 kira 7 deganimi? To'g'rimi? Xo'p, 3 ko'paytirilgan 5 deymiz, plus 5 ilzosida 7 plus 3 ilzosida 13 plus ilzosida 7 ko'paytirilgan 13 degani. Shunda mahrajimizda 3 plus ilzosida 7 bor. Demak, suratdan 5 minus ilzosida 13 yozamiz. Qavsida biz qaysilarini tanlab olishimiz kerak? Mana bu bilan 3 ilzosida 13 ni, ya'ni 15 bilan 3 ilzosida 13 ni 5 ilzosida 7 bilan ilzosida 7 kara 13 ni tanlab olamiz bitta guruh qilib. Demak, yozamiz 3 ko'paytirilgan 5 plus 3 ko'paytirilgan ilzosida 13. Bu bitta guruh katta qavsda plus 5 ilzosida 7 plus ilzosida 7 ko'paytirilgan 13 ga. Bu bitta guruh bo'lsa, mahrajda 3 plus ilzosida 7. Shunda mana bu yerdan 3 ni tashqariga chiqarib yuboramiz. Qavs ichida nima qoladi? 5 plus ilzosida 13 qoladimi? To'g'rimi? Mana bu yerdan 3 ni chiqarib yuborsak, qavs ichida 5 plus ilzosida 13 qoladi. Bu tarafdan ilzosida 7 ni chiqarib yuborsak, qavsdan tashqariga 5 plus ilzosida 13 qoladi, to'g'rimi? Shunda ikkalasida ham 5 plus ilzosida 13 lar bormi? 5 plus ilzosida 13 ni tashqariga chiqarib yuborsak ham bo'ladimi? To'g'rimi? Ya'ni 5 minus ilzosida 13 ko'paytirilgan 5 plus ilzosida 13 bo'ladi, ko'paytirilgan. Mana bu yerdan 3 ni chiqarib olgan edik. 3 ni yozamiz. Plus mana bu yerdan ilzosida 7 ni chiqargan edik, to'g'rimi? Shunda ilzosida 7. Mahrajda 3 plus ilzosida 7. Shunda 3 plus ilzosida 7 bilan 3 plus ilzosida 7 mahrajga qisqarib ketadi. Mana bu a minus b a plus b ni kvadratga ko'chadimi? A kvadrat ya'ni b kvadratga ko'chadi, to'g'rimi? Formulamizga. Shunda bo'ladi 25 dan ayiramiz ilzosida 13 kvadrati. Necha bo'ladi ilzosida 13 kvadrati? Ya'ni ildizni kvadrati. Ildizni kvadrati. Ildizni kvadrati 13 bo'ladi, to'g'rimi? Boya aytdim-ku, ildiz bilan kvadrat kelib qolsa, sarf ketadi, ichidagi sonni o'zi bo'ladi. Ichidagi ko'paytirishni shart emas uni kvadratga. Ya'ni 25 minus
ildiz 13 ning kvadrati degani ildiz bilan kvadrat qisqarib ketadigan bo'lsa, 25 dan 13 ni ayirib qo'yamiz degani. Ya'ni 13 ni o'zi bo'ladi. Shunda ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizga yechimimiz 12 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Har doim mana bunaqa ko'rinishda kelib qolsa, ildiz 13 keyin kvadrat keladigan bo'lsa yoki 4-darajasiga kelib qoladigan bo'lsa, o'shanda hisoblayveraversizlar ildizni yo'q borib. Tushundingmi? Demak, doskani yozib olinglar. O'quvchilar 65-misolda bizda sonlarni o'tish tartibida joylashtiring degan. Ya'ni bu sonlarni biz kattaligini topishimiz kerak, to'g'rimi? Bundan oldin men bir narsa aytib o'taman. Masalan, aytaylik, A soni kichkina bo'lsa B dan, B soni kichkina bo'lsa C dan deylik. 3 ta son bo'lsin, to'g'rimi? Masalan, B son. Endi mana shularni kvadratga ko'tarsam ham tenglik o'zgaradimi, yo'qmi? Qanday o'zgaradi? Masalan, bir xil turadi. Masalan, A kvadrat o'sha B kvadratdan kichkina, o'sha C kvadratdan kichkina bo'lib qolaveradi, to'g'rimi? Masalan, son qo'yaylik. B men 1 qo'ymayman, 1 kvadrat baho qo'yaylik. 2 qo'yaylik. U 3 dan kichkina, 3 4 dan kichkina, to'g'rimi? Kvadratga ko'tarsam 4, kichkina 9 dan, kichkina 16 dan. Hech nima o'zgarmadi, to'g'rimi? Demak, mana bu sonlarni topishimiz uchun ham mana bu ildizlarni yo'q qilishimiz kerak. Demak, A ni ham, B ni ham, C ni ham kvadratga ko'taramiz. Shunda nima bo'ladi A imiz? A kvadrat 64 bo'ladi. B kvadratchi 4 kara 15 bo'ladi, to'g'rimi? Kvadrat bo'lsa 2 ga ham ko'tarishimiz kerak. 1 kara 15. Shunda C kvadratimiz, ya'ni ildiz yo'qolib ketadi. Shundan boya ham aytdim-ku. 9 ko'paytirilgan 7 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, bu 60 bo'ladi B kvadratimiz. A'imiz, A kvadratimiz 64 bo'ladi. C kvadratimiz 63 bo'ladi. Endi buni ketma-ketga joylashtirib, mana bu masalan A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat bilan mana hol bir xil turibdi-yu. Demak, shunchaki o'zini hisob qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, bizda eng kattasi qaysi? 64 mi? Eng kichkinasi 60. Undan keyingisi 63, to'g'rimi? Demak, eng kichkinasi B ekan. U C dan kichkina ekan. Ikkinchisi C imiz A dan kichkina ekan. Mana shuni ko'rishda bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni kvadratga ko'tarib olib turib topsalaring bo'ladi. Masalan, mana ildiz 15 dan necha chiqishini bilmaysizlar-ku, taxminan hisoblay olmaysizlar, to'g'rimi? Hisoblasalang ham bo'ladi. Uncha o'xshamaydi ko'pincha misollarda. Kvadratga ko'targanlaring qulayroq, aniq ko'rinadi. Mana 60, 64, 63 qaysi bir kattaligi aniq. Shunday ko'tarib qo'yasizlar. Tushunarlimi? O'tish tartibida joylashtiring deganda. Keyingisi bu misolni hisoblashimiz kerak 70-misolda. Boya aytganimdek, ildiz bilan kvadrat kelib qolsa, qisqarib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni mana buni darajasini 2 ga bo'lishimiz kerak. Ildiz 3 plus 2 2 ni 2 ga bo'lamiz. Minus 3. Bu nima bo'ladi? Ildiz 3 plus 2 minus 3 bo'lib qoladimi? Shunda ildiz 3 minus 1 bo'ladi. Tushunding? Mana shu holda qoladi misol. Endi keyingisi 75-misolda. 75-misolda ham xuddi shunday. 17 plus ildiz 3 darajasida 2 ni 2 ga bo'laversak, birinchi daraja qoladi-yu, o'zi chiqadi, to'g'rimi? Bu aytganimdek, ifoda tursa ham xuddi shunday o'zgarmaydi. Masalan, daraja kvadratini ildizga olib turibmiz. Ichidagi misolda o'zi qolaveradi. Ifoda ko'rinishda. Minus mana bunda ham xuddi shunday ildiz minus ildiz 3 minus 1 deb bo'ladi. Endi mana shu yerda bitta narsa aytib o'taman. Agar misol 1 minusda ildiz 3 ning kvadrati bo'lib turgan bo'lsa, 1 minus ildiz 3 kvadrat bo'lib turgan qisqaradi. Faqat mana bu ildizdan chiqqanida ildiz 3 minus 1 bo'lib chiqadi. Bunday masalan. Mana bu ildiz 3 minus 1 bo'lib chiqadi. Tushundingmi? Nimaga 1 minus ildiz 3 bo'lib chiqmaydi? Sababi 1 minus ildiz 3 bu manfiy sonda, mana bu ichidagi narsa. Manfiy son, to'g'rimi? Masalan, 1 ildiz 3 1 dan katta son, to'g'rimi? Demak, 1 dan ildiz 3 ni ayiradigan bo'lsak, manfiy son bo'ladimi? Ildizdan manfiy son chiqishi mumkinmi? Mumkin emas. Shunda mana bu ichidagisini o'zgartirasizlar, bunday. Kattasini o'zgartirib, ayirmani kattasiga o'zgartirib musbat qilib chiqarasiz. Ya'ni ildiz 3 minus 1 qilib chiqarasizlar. Tushundingmi? Lekin bizda o'zi tayyor turibdi, ildiz 3 minus 1 bo'ladi. Shuning uchun ildiz 3 minus 1 ni shunchaki chiqaraveramiz. Bu ildiz 3 plus 1 bo'lib ketadimi? Manfiy ishora ta'sir qildirsak, oldagi bilan. Shunda ildiz 3larimiz qisqarib ketsa, 18 qoladi. Tushunib bo'ldimi? Endi mana bu yerda bitta narsa aytib o'taman. Masalan, aytaylik, A plyusda ildiz B degan sonning kvadratini ko'raylik. Nima bo'ladi bizda? A kvadrat
plus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan ilzosti b bo'ladi. To'g'rimi? Plusda ilzosti b ning kvadrati, to'g'rimi? Ilzosti b ning kvadrati. Endi bu a kvadrat plus 2 a ilzosti b plus b deganimi? To'g'rimi? B degan. Endi bizda 2 a ilzosti b berilgan. Bundan bilishimiz mumkinki, buni to'la kvadratga keltirgan bo'lsak, a va ilzosti b dan foydalanamizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lgan mana bu yerdan aytmoqchiman. Qaranglar, mana bundan. Ilzostida 8 plus 2 ko'paytirilgan. Ilzosti 15 nima degani? Ilzostida 3 ko'paytirilgan ilzosti 5 deganimi? Ilzosti 5 degani. Minus ilzostida 8 minus 2 ko'paytirilgan ilzostida 3 ko'paytirilgan ilzostida 5. To'g'rimi? Endi mana bu 8 ni 3 plus 5 deb olsam bo'ladimi? Endi yig'inda qilib olaylik shunchaki 3 plus 5 ni. 2 ko'paytirilgan ilzostida 3 ko'paytirilgan ilzostida 5 bo'ladimi? Minus ilzostida 3 plus 5 minus 2 ko'paytirilgan ilzostida 3 ko'paytirilgan ilzostida 5. To'g'rimi? Endi ilzostida 3 ni a deb, ilzostida 5 ni b deb belgilasam, ilzostida 3 ni a deb, ilzostida 5 ni b deb belgilasam, to'g'rimi? b deb belgilasam, shunday bo'lishini harflar bilan ko'rsatyapman. Bu a kvadrat bo'ladi, bu b kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Plus 2ab bo'ladimi? Ilzostida a kvadrat plus b ning kvadrati plus 2ab bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni ilzostida 3 ning kvadrati nima bo'ladi? Ildizlar qisqarib 3 ni o'zi bo'larmidi? Ilzostida 5 ning kvadrati ham ildizlar qisqarib 5 ni o'zi bo'lardi, to'g'rimi? Demak, shunday bo'ladi. Minusda ilzostida a ning kvadrati plus b ning kvadrati minus 2ab bo'ladi. Mana bu a plus b ning kvadrati, mana bu a minus b ning kvadrati, to'g'rimi? To'g'rimi? Endi shunda o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ilzostida a minus b ning a plus b ning to'la kvadratidan endi keling a b ning o'rniga birato'la son qo'yaylik. Ilzostida 3 plus ilzosti 5 ning kvadrati bo'larmikan? Kvadratining ildizi minus ilzostida 3 minus ilzosti 5 bo'ladimi? Kvadrat. Endi kvadrat bilan ildiz qisqasi boya aytgandek, ilzostida 3 plus ilzosti 5 bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana bu yerda xuddi mana bu qoida aytganimdek. Bizda ilzosti 3 minus ilzosti 5 ku. Ildizni qisqartiradigan bo'lsak, mana ilzosti 3 ilzosti 5 dan kichkina, to'g'rimi? Ya'ni kvadrat ko'taringlar, bu 3, bu 5 bo'lib qoladi-da, bu katta bo'lib qoladi. Aylantirib chiqarishimiz kerakmi? Ya'ni ilzosti 5 minus ilzosti 3 qilib. Shunda oldagi minus bilan ta'sirlantiradigan bo'lsak, minus ilzostida 5 plus ilzosti 3 bo'lib qoladi. Shunda ilzosti 5 bilan ilzosti 5 lar qisqarsa, yechimimiz 2 ilzostida 3 bo'lib qoladi. Tushundingmi? Ya'ni ilzosti 3 ga ilzosti 3 qo'shadigan bo'lsak, oldagi boya aytgandek koeffitsiyentlarni qo'shamiz. Bu oldida koeffitsiyentlar 1 bor edi, to'g'rimi? 1 ko'paytirilgan turgandi. O'shaning uchun 2 ilzosti 3 bo'ladi. Tushunli bo'ldimi? Bo'ldi, demak doskani yozib oling. O'quvchilar, 85-misolga qaraymiz. 85-misolda ishlashda boyaga ishlatgan formulamiz bor edi-ku, masalan, a ning kvadrati plus b ning kvadratini keltirib oldik-ku oxirgi misolda. O'shanga o'xshab mana bu ildizni ichidan boshlab shunaqa kvadrat keltirishga harakat qilamiz. To'la kvadrat keltirishga. 32 plus 11 ilzostida 3 minus hop ilzostida 19 plus 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan ilzosti 3 deymiz. Teng ilzostida 32 plus 11 ilzosti 3 minus ilzostida mana bu 19 ni 16 ni 4 ning kvadrati plus ilzosti 3 ning kvadrati deb yozsam bo'ladimi? Sababi mana bu 4 ning kvadrati 16, ilzosti 3 ning kvadrati 3. 16 ga 3 qo'shsak
19 bo'ladi, to'g'rimi? Plyusda 2 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan ildiz 3 bo'ladi. Mana ildizimiz nimani to'la kvadratga keladi shunda? Ildizni ichi 32 plus 11 ildiz 3 minus mana bu ildizni ichi nimani to'la kvadratga keladi? A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB. Nimani kvadratga keladi? A plus B. Bizda A bilan B ning o'rnida nima kelyapti? 4 bilan ildiz 3 kelyapti. Demak, 4 plus ildiz 3 ning kvadrati bo'ladimi? Kvadrat bilan ildiz qisqarib ketsa nima qoladi shunda? 4 plus ildiz 3 ning o'zi qoladi, to'g'rimi? Shunda 4 minus ildiz 3 bo'lib qoladi. Tashqaridan ildiz bilan qo'raydigan bo'lsak, manfiy ta'sir qildiradigan bo'lsak, tushunarlimi? Shunda. Xo'p. Yo'q, mana bu A edi, mana bu B edi. To'g'rimi? Mana bu A ning kvadrati, bu B ning kvadrati. Sen A plus B yozasan, A ni A plus B ning kvadrati deb yozmaysan, to'la kvadratda. Mana qara. Ildiz ostida A plus B ning kvadrati nimada? 4 plus ildiz osti 3 ning kvadrati bo'lyapti, to'g'rimi? Tushundingmi? Mana bu bilan mana buni yo'qotib yuborsang, ildiz ostining ichidagi son qoladi-ku. Tushunarlimi? Ildiz ostida 32 plus 11 ildiz ostida 3 minus 4 minus ildiz ostida 3 teng. Xo'p, 11 ildiz ostida 3 bilan 4 bitta ildiz ostida 3 ketadigan bo'lsa, xo'p 32 dan 4 ni ayiradigan bo'lsak 28 min plyusda minus ildiz ostida 3 bo'ladigan bo'lsa 10 ildiz ostida 3 bo'ladimi? Teng. Xo'p, demak, mana bu misolda o'chirib turamiz. 93-misolda o'chirib turamiz. Xo'p. Mana bunda 28 plus 10 ildiz ostida 3 bo'ldi, to'g'rimi? Mana 10 bitta edi. Ildiz ostida 3 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 10 ta qoladi. Shunda ildiz ostida 28 ni qaranglar. 5 ning kvadrati plus ildiz ostida 3 ning kvadrati deb yozib olaman. Tushundingmi? Ya'ni 25 plus ildiz ostida 3 ning kvadrati 3 bo'lib ketadi, 28 bo'ladi. Plus 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 mi? Tushundingmi? Shunda teng bo'ladi A kvadrat plus B kvadrat plus 2AB bo'lyapti. Bu degani ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 3 ning to'la kvadratiga keladimi? Shunda ildiz qisqarib ketadigan bo'lsa, ildiz bilan kvadrat qisqarsa 5 plus ildiz ostida 3 ning o'zi qoladi. Tushundingmi? Yechimimiz 5 plus ildiz ostida 3 ga teng ekan. Tushundingmi? Endi 92-misolda 1 taqsim ildiz ostida 3 minus 1 edi. Buni biz irratsionallikdan, ya'ni mahrajni irratsionallikdan qutarishimiz kerak. Irratsional son deb mana bunaqa ildizdan chiqmaydigan sonlar aytadi. Tushundingmi? Irratsional son deb, ya'ni ildizdan chiqmaydigan sonlar. Bu son, masalan, ildiz ostida 3 bu 1 butun nechidir bo'lib ketadi, tushunyapsanmi? 1 butun nechida sonlar bo'lib ketadi, aniq chiqmaydi uncha ildiz. Tushundingmi? Shuning uchun mana shu narsani irratsional, ya'ni mahrajdan ildizlarni yo'qotishimiz uchun mana ildiz ostida 3 yoki mana yerda qanaqadir boshqa ildiz ostida son qolishi mumkin, mana bunga o'xshash qaranglar. Ildiz ostida 10, ildiz ostida 3 qolyapti-ku. Mana shu narsani yo'qotishimiz kerak. Shunda qaranglar. Ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 1 bor, to'g'rimi? Biz buni yo'qotishimiz uchun buni musbatiga ko'paytirsak nima bo'ladi o'rtasi plusiga? Ya'ni surat mahrajni. Ildiz ostida 3 plus 1 mahrajda ildiz ostida 3 minus 1 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 plus 1. Ya'ni qiymat o'zgarmaydi, surat mahrajni bir xil ifodaga ko'paytirsak yoki bo'lsak, tushunarlimi? Shunda mana bu A minus B, A plus B ga tushyaptimi? Shunda ildiz ostida 3 plus 1 taqsim mahrajda shuning ildiz ostida 3 ning kvadrati minus 1 qoladimi? To'g'rimi? Shunda mana bu 3 minus 1 bo'ladi, to'g'rimi? Ildizlar qisqarsa, ildiz yo'q bo'lib ketsa. 3 minus 1 ayirsak 2 bo'ladimi? Shunda ildiz ostida 3 plus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Mahrajimiz irratsionallikdan qutqardi, ya'ni irratsional son turmayapti mahrajda. Mahrajda butun son turibdi. Tushundingmi? Ildiz ostida 3 plus 1. Buni shunday. Endi
95-misolda ham xuddi shunday irratsional raqam qutqarishimiz kerak. Boya aytganimdek, mana bu o'rtasi musbatligi, ya'ni plyusiga ko'paytiraveramiz. Agar plyusi bo'lsa, minusiga ko'paytiraveramiz o'rtasini. Tushunarlimi? Shunda 7 ko'paytirilgan ilzosida 10 plus ilzosida 3 taqsim ilzosida 10 minus ilzosida 3 ko'paytirilgan ilzosida 10 plus ilzosida 3 bo'ladi. Ya'ni mana bular qisqarib ketsa bir xil ifoda qolyapti, tushunarlimi? Ya'ni o'zgarib ketmayapti. Faqat suratga yoki faqat mahrajga ko'paytirib qo'ymanglar ifodani. Shunda 7 ko'paytirilgan ilzosida 10 plus ilzosida 3 mahrajda a kvadrat minus b kvadrat bo'ladimi? Ilzosida 10 ning kvadrati minus ilzosida 3 ning kvadrati. Ilzosida 10 ning o'zi bo'ladi. Ya'ni yozaveraylik, mana ilzosida 10 minus buning kvadrati minusda ilzosida 3 ning to'la kvadrati. Ildiz bilan kvadrat qisqaradi, 10 bilan bu ildiz bilan bu kvadrat qisqarib ketadi. 7 ko'paytirilgan ilzosida 10 plus ilzosida 3 mahrajda 10 minus 3 qoladi, to'g'rimi? 10 minus 3 bizda 7 deganimi? To'g'rimi? Undan ishlarsak 7 lar qisqarib ketsa, ilzosida 10 plus ilzosida 3 qoladi. Tushunarlimi? Mahraj irratsionallikdan qutqarildi. Mana shunaqa qilib ishlaysizlar. 100-misolni qaraydigan bo'lsak, 100-misolda ham xuddi shu. Endi har bitta ifodani irratsionallikdan qutqarib chiqamiz. Har bittasini. Hop, 6 ko'paytirilgan ilzosida 7 minus bo'lgani uchun mahrajimiz biz plyusiga ko'paytirishimiz kerakmi? Shunda mahrajda ilzosida 7 minus 2 mahrajda nima qoladi? Birato'la hisoblab ketaveraylik. A kvadrat minus b kvadrat, to'g'rimi? Ilzosida 7 ning kvadrati minus 2 ning kvadrati bo'lib qoladi-da, 2 ning kvadrati 4 ga teng, to'g'rimi? Birato'la yozyapman. Tushunarli bo'lyaptimi? Plus shuncha misol ko'rdikmi, mana bu yerda ikkita misolda. Plus 2 ko'paytirilgan 3 plus ilzosida 7 qo'shamiz. Nisbatidan mahrajda nima bo'ladi? A kvadrat minus b kvadratga tushadi, 9 minus ilzosida 7 ning kvadrati bo'ladi. Minusda 18 ko'paytirilgan ilzosida 7 plus 1 mahrajda ilzosida 7 ning kvadrati minus 1. 6 ko'paytirilgan ilzosida 7 plus 2 mahrajda 7 dan 4 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak 3 qoladimi? Plus 2 ko'paytirilgan 3 plus ilzosida 7 mahrajda 9 dan 7 ni ayirib tashlaymizmi? 2 qoladi. Minusda hop 18 ko'paytirilgan ilzosida 7 plus 1 mahrajda 7 dan 1 ayirsak 6 qoladi. Hop, qisqartiramiz. 3 bilan 6 ni qisqartirsak 2 qoladi. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 18 bilan 6 ni qisqartirsak 3 qoladi. Endi har bittasiga ko'paytiramiz qavs ichiga. 2 ni ilzosida 7 ga, 2 ni 4 ga, 2 ga. Buni o'zi qoladi. 3 ni ilzosida 7 ga, 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2 ni ilzosida 7 ga ko'paytirsak 2 ilzosida 7 plus 4 bo'ladi, to'g'rimi? 2 ni 2 ga ko'paytirsak plus mana buni o'zi qoladi. 3 plus ilzosida 7 ni o'zi qoladi. Minus 3 ni ilzosida 7 ga ko'paytirsak va oldiga minus ta'sir qildirsak 3 ilzosida 7 bo'ladi minusda. Minus 3 ilzosida 7 minus 3 ni 1 ga ko'paytirsak 3, oldiga minus bilan minus 3 bo'ladi. Buni hisoblaymiz. Hop, bizda 2 ilzosida 7 ga ilzosida 7 ni qo'shsak 3 ilzosida 7 bo'ladimi? Mana bu yerda minus 3 ilzosida 7 bor. Minus 3 ilzosida 7. Bu 4, mana bu yerda 3 bor, mana bu yerda minus 3 bor. Mana bu 3 bilan mana bu minus 3 qisqarsa, mana bu yerda 4 o'zi qoladimi? Bormi? 4 qoladi. Shunda mana bu ilzosida 3 minus ilzosida 3 bilan ilzosida 3 qisqarib 0 bo'ladi-da, mana bu 4 bo'lib qoladi. Demak, bizning yechimimiz 4 ga teng ekan. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, doskaga yozinglar. Qolgan misollarga keyin o'tamiz. 105-misolga qaraymiz. 105-misolda ham o'sha mahrajlarni irratsionallikdan qutqarib, keyin hisoblasak bo'ladi. Hop, mahrajlarni irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan mahrajdan manfiyini beramiz. To'g'rimi? Boya musbatini bergandik, endi manfiyini beramiz. Ilzosida 19 minus ilzosida 17 bo'ladi.
Mahrajda ilz osti 19 ning kvadrati minus ilz osti 17 ning kvadrati bo'ladi. 19 minus 17 bo'lib qoladimi? To'g'rimi? Plus 2 ko'paytirilgan. Mana bu yerda ilz ostida 17 minus ilz ostida 15 bo'ladi. Mahrajda 17 minus 15 bo'ladi. Plus ilz ostida 15 va umumiy ularni ilz ostida 19 ga ko'paytiramiz. Endi 19 dan 17 dan ayirsak 2 bo'ladi, to'g'rimi? 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 17 dan 15 dan ayirsak 2 bo'ladi, bu bilan bu qisqarib ketadi. Shunda ilz ostida 19 minus ilz ostida 17 plus ilz ostida 17 minus ilz ostida 15 plus ilz ostida 15 ko'paytirilgan ilz ostida 19 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Shunda qisqaradiganlari ilz ostida 17 bilan ilz ostida 17 qisqarib ketadi, ilz ostida 15 bilan ilz ostida 15 qisqarib ketadi. Ilz ostida 19 ko'paytirilgan ilz ostida 19 bu ilz ostida 19 ning kvadrati degani. Bu 19 chiqib ketadi. Ya'ni yechimi shunday. Shunday. Endi 110-misolni ko'ramiz. 110-misolda ham bizda qaraydigan bo'lsak 1 plus ilz ostida 6, ilz ostida 6 plus 11, ilz ostida 11 plus ilz ostida 16 va hokazo ilz ostida 956 plus 31, to'g'rimi? 31. Shunda bularda ham irratsionallikni olib qaraydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Irratsionallikni olib qarasak. Yuqoriga manfiyini beramizmi? Ilz ostida 6 minus 1 ligini beramiz. Sababi ilz ostida 6 bizga katta-ku, to'g'rimi? Ayirsak musbat chiqishi kerak deb ifodamiz. Bizda manfiy chiqib qolishi mumkin. Agar 1 minus ilz ostida bersak, shuning uchun ilz ostida minus 1 dan beramizda. Musbatni o'rnini almashtirsak, hech nima o'zgarmaydi-yu, shuning uchun. 6 minus 1 bo'lib qoladi. Plus buni hisoblaydigan bo'lsak, ilz ostida 11 minus ilz ostida 6 dan beramiz, to'g'rimi? Bunda ham, chunki ilz ostida 11 6 dan katta. Mahrajda 11 minus 6 bo'ladi shunda. Plus bunda ilz ostida 16 minus ilz ostida 11 dan beramizmi? Mahrajda 16 minus 11 plus va hokazo. Plus bunga ilz ostida ilz ostidamiz 31 minusda ilz ostida 956 beramiz, to'g'rimi? Yo'q-ay. Ilz ostida 956 ni o'zini bersak ketguncha. 31 ning kvadrati bizda necha bo'ladi? 31 ning kvadrati 961 bo'ladimi 31 ning kvadrati? 961 bo'ladi. Demak 31 minus ilz ostida 956 dan beramiz ekan. Mahrajda 31 ning kvadrati minus 956 bo'ladi. Tushundingmi? Endi qaraydigan bo'lsak, hamma mahrajimiz 5 mi? 6 dan 1 dan ayiramiz 5, 11 dan 6 dan ayiramiz 5, 16 dan 11 dan ayiramiz 5, 961 dan 956 dan ayiramiz 5, to'g'rimi? Mana shu 5 ni hammasini tashqariga chiqarib olsam bo'ladimi? 1 taqsim 5 qilib. Qolsin tashqariga. Nimalar qoladi ichkarida? Ilz ostida 6 minus 1, ilz yo'q bo'lib ketdi o'sha mahrajlar. Ilz ostida 11 minus ilz ostida 6 plus ilz ostida 16 minus ilz ostida 11 plus va hokazo 30 plusda 31 minus ilz ostida 956 qoladimi? Bizda nima qisqaryapti? Ilz ostida 6 bilan ilz ostida 6, ilz ostida 11 bilan ilz ostida 11, ilz ostida 16 bilan ilz ostida 16 qisqarib ketadi-da. Mana shunaqa qisqarib ketaveradi-da. Shunda ilz ostida 956 bilan minus 956. Bu tarafdagi ilz ostida 956 qisqarib ketgan bo'ladi, to'g'rimi? Ketma-ketlikda. Shu oxirida bizga 31 qoladimi? To'g'rimi? 31 qoladi. Shunda 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 30 minus 1 qoladi. Sababi bu yerda ham 1 bor, to'g'rimi? 31 minus 1 qoladi. Shunda 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 30 bo'ladi-da, bu 6 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? 1 taqsim 5 ni 6 ga ko'paytiramiz. Endi tushunarli bo'ldimi? Endi 115-misolga qaraymiz. 115-misolda bizda n teng ilz ostida 3, m teng ilz ostida 5 deyapti. Bizdan ilz ostida 3375 ni m va n orqali ifodalang deyapti. M va n orqali ifodalash kerak ekan. Shunda ilz ostida 3375 ni biz tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Bu 3 ga bo'linadigan bo'lsa 12, 12 ga 6, 8 bo'ladi, 18 bo'ladi.
bo'linadi. 3 ga bo'lsak, bittadan, 2 tadan, 5 tadan. Bu 4, 9 yana 3 ga bo'linadi. Xo'p, buni ichida 3 ta, 12 ning ichida, 22 ning ichida 7 ta, 7 ta, 15 ning ichida 5 ta, 375. 10, 15 yana 3 ga bo'linadi ekan. 1 ta, 2 ta, 15 ichida 5 ta, 125. 125 5 ga o'tib ketadi, to'g'rimi? 5, 25, 5, 5 bo'ladi-da, bu 5, 1 bo'ladi. Demak, 3 ning kubi 5 ning kubi ekan, to'g'rimi? Shunda ildiz ostida 3375 imiz teng ekan. Ildiz ostida 3 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning kubiga ekan. To'g'rimi? 5 ning kubiga. Shunda ildiz ostida 3, ildiz ostida 5, to'g'rimi? Alohida yozib olsam bo'ladimi? Ildiz ostida 3 ning kubi ko'paytirilgan ildiz ostida 5 ning kubi bo'ladi. Bizda ildiz ostida 3 imiz n ga, ildiz ostida 5 imiz m ga teng. Demak, bizda n ning kubi ko'paytirilgan m ning kubi bo'lib qoladimi? Ya'ni n ning kubi ko'paytirilgan m ning kubi bo'lib qoladi. Bizda yechim shunaqa ekan. Yoki bularning kubini bitta olib qo'ysak, n m kubga teng ekan. Tushundingmi? n m kubga teng ekan. Bo'ldi. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqa yozmasak bo'ladi. Qolgan misollarni ham ko'rib chiqamiz. Davom etamiz o'quvchilar. Bizda 120-misolda quyidagi ko'rinishda berilgan. Ildiz ostida a bo'lingan, ildiz ostida a bo'lingan, ildiz ostida a bo'lingan, ildiz ostida va shu cheksiz ketarganda bu narsa 5 ga teng ekan. Mana shu bizda a ni topishni so'rayapti, to'g'rimi? Endi tasavvur qilinglar, cheksiz-ku bu, to'g'rimi? Cheksiz. Mana bu bittasini yopib tursam, mana bu a ni yopib tursam, mana bu ildiz yopib tursam, mana bu ham cheksiz bo'lyaptimi? Bu ham 5 ga tengmi? To'g'rimi? Shunda mana buni yopib turib, mana buni o'rniga, mana ichidagisini o'rniga 5 qo'yib yuborsam bo'ladi, to'g'rimi? Chunki cheksiz-ku ham. 5 qo'yib yuborsam bo'ladi, cheksiz. Shunda ildiz ostida a bo'linganni taqsim qilib yozib ketaman birodarlar. 5 ga teng ekan 5 ga. Shunaqa bo'lyaptimi? To'g'rimi? Yana mana buni yopadigan bo'lsak, bu taraf ham 5 ga teng bo'lyapti-da, buni bo'luvdi, kasr ko'rinishi yozyapman. Demak, ikkala tarafni kvadrat ko'taradigan bo'lsak, a taqsim 5 teng 25 bo'lib qoladimi? Buni ham kvadrat ko'taraman. Buni ham kvadrat ko'taraman. To'g'rimi? Shunda a taqsim 5 plus 25 bo'lib qoladi. 5 ni bu tarafga ko'paytirib oladigan bo'lsam, a teng 125 bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldimi? Qolgan misollarda ham mana shunaqa misol kelib qolsa, xuddi shunaqa ko'rinishda ishlaysizlar. Buni o'rtasi ko'paytiruvligi bor. Unda ham xuddi shu ko'rinishda yozasizlar. Tushundingmi? Ya'ni bittasini yopasizlar. Bu taraf ham qandaydir qiymatiga teng bo'ladi. Shunda buni o'rniga qiymatini qo'yib yuborasizlar-da, kvadrat ko'tarib a ni topib olasizlar. Endi 125-misolga qaraymiz. 125-misolda x imiz 2 minus ildiz 5, y imiz ildiz 5 minus 2. Mana bu nima degani? Minusda 2 minus ildiz 5 degani? To'g'ri? Xavf sochib olsak, mana bu narsaga. Mana buyimiz x ga tengmi bizda? Demak, y teng minus x bo'lib qolyaptimi? To'g'ri? Mana bu teng, ya'ni mana bu ifodaga y ni o'rniga minus x qo'yib yuboramiz. X kvadrat minus x ko'paytirilgan minus x qo'yamiz y o'rniga. Minus 2 ko'paytirilgan y ni o'rniga minus x ning to'la kvadratini qo'yamiz. Tushundingmi? Shunda x kvadrat minus x ga minus x ko'paytiryapmiz, to'g'rimi? Minus ta'sir qilib ketadi, plus x kvadrat bo'ladimi? Minusda minus x ni kvadrati kvadrat bo'lib ketadi, to'g'rimi? Minus kvadratda x kvadrat bo'lib ketadi, 2x kvadrat bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ikkalasi ham qisqarib ketsa 0 bo'ladi shunda. Tushundingmi? 130-misol. 130-misolda ham minus 2 bor. Bizda mana minus x bor. Minus x ning kvadrati manfiy sonning kvadrati musbat son bo'ladi. Shuning uchun minus 2x kvadrat bo'ladi. Xo'p. Quyidagi misolda, 130-misolda qaranglar. Ildiz osti 2 ni chiqarib yuboramiz. Tashqariga nima bo'ladi ildiz osti 2 ni chiqarsak? Mana birinchi ifodadan. Ildiz ostida 7 minus 1 bo'ladimi? Ko'paytirilgan 4 plus ildiz osti 7 ko'paytirilgan ildiz ostida 4 minus ildiz osti 7 bo'ladimi? Endi qaranglar. Mana bu ildiz bilan mana bu ildizni bitta qilib yuboraman.
Ya'ni 1 bilan ko'paytirib yuboramiz. Shunda nima bo'ladi? Ildiz ostida 2 kara 4 minus 2 kara 7 bo'lib qoladimi? 8 minus 2 ildiz ostida 7 bo'ladi, to'g'rimi? Endi ko'paytirilgan 4 plus ildiz ostida 7 qoladi. Mana buni o'zi oladi. Endi mana bu qaranglar. Ildiz ostida boya ifodalarimizni hisoblovdik-ku, 2ab a kvadrat deb yozardik-ku. O'shani birato'la yozyapman. Tushunib olishlaring uchun. Keyinchalik misol ishlab kelganlarida o'zlaring birato'la topadigan bo'lib ketasizlar, ya'ni. Shunda bizda nima bo'ladi? Ildiz ostida 7 minus 1 ning to'la kvadrati bo'ladi mana bu narsa. Qarasak, mana bu yerda 2 bor, ildiz ostida 7 bor va mana yerda 1 ko'paytirilgan bor. 1 ning kvadratiga ildiz ostida 7 ning kvadratini qo'shsak 8, to'g'rimi? Ya'ni ildiz ostida 7 ni a deb belgilasam, 1 ni b deb belgilasam, mana bu a kvadrat plus b kvadrat minus 2ab bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bu a minus b ning kvadrati degani. Ya'ni ildiz ostida 7 minus 1 ning kvadrati. Ko'paytirilgan 4 plus ildiz ostida 7 bo'ladimi? Shunda soddalashtirsak, mana bu ildiz ostida 7 minus 1 chiqadimi? Ko'paytirilgan 4 plus ildiz ostida 7 bo'ladi. Endi shunchaki ko'paytiramiz. Ildiz ostida 7 ni 4 ga ko'paytiramiz. 4 ildiz ostida 7. Ildiz ostida 7 ni ildiz ostida 7 ga ko'paytirsam 7 bo'lib qoladimi? Minus 1 ni 4 ga ko'paytirsam minus 4. Minus 1 ni minus ildiz ostida 7 ga ko'paytirsam minus ildiz ostida 7. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, 7 dan 4 ayrsam 3. 4 ildiz ostida 7 dan ildiz ostida 7 ni ayrsam nima bo'ladi? Plus 3 ildiz ostida 7 bo'ladi. Demak, yechimiz 3 plus 3 ildiz ostida 7 ga teng ekan. Bu shu ko'rinishda qoladi. Endi 135 da mahrajli irratsionallikni qutqaring deyapti bizda. Qaranglar, mahrajli irratsionallikni qutqaring deyapti. Biz nima qilamiz? Ildiz ostida 5 ni qaranglar. A deb belgilasam, to'g'rimi? Yo'q. 5 ni o'zini A deb belgilasam, 7 ni o'zini B deb belgilasam, qanaqa ko'rinishda keladi? 1 taqsim ildiz ostida A plus ildiz ostida B plus ildiz ostida A plus B bo'lib qoladimi? Ya'ni 5 ga 7 ni qo'shsak 12. Shunda mana buni bitta son deb olamiz, bitta ifoda deb. A plus B bor bizda, to'g'rimi? A minus B ligiga ko'paytiramiz. Surat mahrajda. Ya'ni ildiz ostida A plus ildiz ostida B minusda ildiz ostida A plus B ligiga ko'paytiramiz. Tushundingmi? Mana buni bitta ifoda, mana buni ikkinchi ifoda dedim. Shunda nima bo'lib qoladi mahrajimiz? Ildiz ostida A plus ildiz ostida B ning to'la kvadrati minus ildiz ostida A plus B ning to'la kvadrati bo'lib qoladimi? Shunda suratni o'zini yozamiz. Ildiz ostida A plus ildiz ostida B minusda ildiz ostida A plus B bo'ladi. Mahrajimizda buni kvadratga ochadigan bo'lsak, ildiz ostida A ning kvadrati A ni o'zi bo'ladi plus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida A ko'paytirilgan B bo'lib ketadi. Bitta ildizga olsak, to'g'rimi? Plusda ildiz ostida B ning kvadrati B bo'lib ketadi minus bu ildiz bilan 2 qisqaradida, to'g'rimi? Kvadrat qisqaradida minusda A minus B bo'lib qoladi tashqaridagi minus bilan, to'g'rimi? Tashqaridagi minus bilan ta'sirlantirsak. Shunda bizda nima qolyapti? Bu A plus B ni kvadratinchisi ildizda bu, tushunarlimi? Ildiz bilan 2 qisqaradi, xolos, buni kvadrat ko'tarmaymiz. Tushunarlimi? Shunda minus A minus B. A lar qisqaradi, B lar qisqarib ketadi. Mahrajda 2 ildiz ostida A qoladimi? 2 ildiz ostida A qolgandan keyin buni ildiz ostini yo'q qilish uchun ildiz ostida A ga surat mahraj ko'paytirib yuboramizmi? Shunda ildiz ostida A yo'q bo'lib ketadi, A ni o'zi qoladi. Ya'ni mana bunaqa. Ildiz ostida A plus ildiz ostida B minus ildiz ostida A plus B ko'paytirilgan ildiz ostida A B deyman. Mahrajda 2 ildiz ostida A B qolyapti. Uni ham ildiz ostida A B ga ko'paytiraman. Tushundingmi? Shunda suratda ildiz ostida A plus ildiz ostida B minus ildiz ostida A plus B ko'paytirilgan ildiz ostida A ko'paytirilgan B bo'ladi. Mahrajda mana bu A ni ildiz ostida A ga ildiz ostida A ni ko'paytirsam nima bo'ladi? Ildiz ostida A ning kvadrati bo'lib qoladimi? Chunki 2 tak, to'g'rimi? Ichidagisi. Shunda kvadrat bilan ildiz qisqaradida A ni o'zi qoladi, to'g'rimi?
2 izosi bo'lib qoladi. Bo'ldi, biz maxrajni irratsionallikdan qutqardik. Ya'ni maxrajda irratsional son turmayapti. Endi a bilan b ni o'rniga 5 bilan 7 ni qo'yib yuboramiz. Nima bo'ladi? Ildiz ostida 5 plus ildiz ostida 7 minus ildiz ostida 12 ko'paytirilgan ildiz ostida 7 kere 5 35 maxrajda 2 kere 7 ko'paytirilgan 5 35 bo'lsa 70 bo'ladimi? Tushundingmi? Demak, irratsionallikdan qutqarsak, xuddi shu ko'rinishga keladi. Yechim ham xuddi shu ko'rinishda qoladi. Ya'ni maxrajdan ildizni yo'q qilishimiz kerakda, uni o'rniga butun son qoldirishimiz kerak. O'shanchagacha olib borsak, bu irratsionallikdan qutqarilgan bo'ladi, maxraj ildiz bo'lmasa. Tushundingmi? O'sha narsa irratsionallikdan qutqarish deyiladi. Tushunli bo'ldimi? Tushunli bo'lgan bo'lsa, boshqani yozmanglar. O'quvchilar, quyidagi misolga qaraymiz. Bu misolda 1 plus 1 taqsim 1 ning kvadrati plus 1 taqsim 2 ning kvadrati va 999 va 1000 ning kvadratigacha borgan. Endi bu misolda ishlashni quyidagi usulni ko'ramiz. Ya'ni 1 plus ifodani belgilashda 1 taqsim n plus n ning kvadrati plus 1 taqsim n plus 1 ning kvadrati ko'rinishida yozamiz. Ya'ni sonlarimizni qaraydigan bo'lsak, ildizimizdagi ichidagi ifoda xuddi shu ko'rinishda ketyapti. Ya'ni 1 plus 1 taqsim n ning kvadrati plus 1 taqsim n plus 1 ning kvadrati. Qolgan hollarda ham xuddi shunday. Endi bu narsani ildizdan qanday chiqadi yoki chiqmasligini ko'rishimiz kerak. Shunda bunga umumiy maxraj beradigan bo'lsak, n kvadrat n plus 1 ning kvadratidan beramiz. Bunga n plus 1 ning kvadratidan beramiz. Bunga n ning kvadratidan beramiz. Shunda suratimizda n ning kvadrati ko'paytirilgan n plus 1 ning to'la kvadrati plus n plus 1 ning to'la kvadrati plusda n ning kvadrati bo'lib qoladi. Maxrajimizda esa n kvadrat ko'paytirilgan n plus 1 ning kvadrati ko'rinishda bo'ladi. Shunda teng biz kvadratlarni ochib yuboramiz. N kvadrat plus 2n plus 1 plus n kvadrat plus 2n plus 1 plus n ning kvadrati bo'ladi. Maxrajda n kvadrat ko'paytirilgan n plus 1 ning to'la kvadrati ko'rinishda keladi. Endi suratimizda kvadratni ochib yuboramiz. N ning 4-inchisi plus 2n ning kubi plus n ning kvadrati plusda n ning kvadrati plus 2n plusda 1 plusda n ning kvadrati. Maxrajda esa n ning kvadrati ko'paytirilgan n plus 1 ning to'la kvadrati bo'ladi. Bunda suratni quyidagi ko'rinishda ajratamiz. N ning 4-inchisi plus n ning kubi plusda n kvadrat plusda bitta n kubimiz qolgan. N ning kubi plus n ning kvadrati plusda n plusda n ning kvadrati plusda n plus 1 ko'rinishda yozib olamiz. Maxrajda esa n ning kvadrati ko'paytirilgan n plus 1 ning to'la kvadrati ko'rinishda bo'ladi. Shunda bizda n ning kvadratini chiqarib tashlaydigan bo'lsak, n ning kvadrati n kvadrat plus n plus 1 plus mana bu uchtalikdan n ni chiqarib yuboramiz. N kvadrat plus n plus 1 plus va n kvadrat plus n plus 1 ning o'zi qoladi. Maxrajimizda esa n kvadrat n plus 1 ning to'la kvadrati bo'ladi. Shunda biz hammasidan n kvadrat plus 1 tashqariga chiqarib yuborsak, n kvadrat plus n plus 1 ni tashqariga chiqarib yuborsak, bizda nima qoladi? N kvadrat plus n plus 1 qoladimi yana bitta? Plus 1. Maxrajimizda esa n kvadrat ko'paytirilgan n plus 1 ning kvadrati qoladi. Endi bu narsani ildizga olib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? Ildizga olib yuboradigan bo'lsak, mana bu ikkita ifodadan bitta chiqadi, to'g'rimi? Kvadrat bo'lganligi uchun n kvadrat plus n plus 1 chiqadi. Maxrajimizda esa n kara n plus 1 chiqadi. n kara n plus 1 chiqadi. Ya'ni n kvadrat plus n plus 1 taqsim n kvadrat plus n bo'ladi-da. Bu narsani xatma-xat bo'lib yuboradigan bo'lsak, ya'ni mana buni n kvadrat plus n ga va 1 dan n kvadrat plus n ga bo'ladigan bo'lsak, 1 plus 1 taqsim n ko'paytirilgan n plus 1 ning o'zi bo'ladi. Tushundingmi? Demak, bizda qavsda ildizni ichidagi ifodamiz mana bunaqa ko'rinishda chiqadi ekan. Demak, bu shu ko'rinishda yozib ketamiz. Qanday yozamiz? N o'rniga 1 qo'yamiz. 1 plus 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 plus 1 plus 1 ning o'rniga 2 qo'yamiz. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 1 plus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 plus va hokazo plus 1 taqsim n o'rniga 999 qo'yamiz. 999 ko'paytirilgan 1000 ko'rinishda bo'ladi va
Endi bizda mana bu yerda 1 bor, to'g'rimi? Shu nuqta 1 bor. Birimizdan nechta bo'ldi? 999 ta birimiz bor degani. Qo'shib chiqadigan bo'lsak 999 bo'ladi-da, plus. Endi qaranglar. 1 taqsim 1 minus ko'paytirilgan 2 bor-ku, o'shani 1 minusda 1 taqsim 2 plus 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ni esa 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 3 plus va hokazo 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 plus va hokazo 1 taqsim 999 minus 1 taqsim 1000 yozamiz. Shunda shu ko'rinishda yozadigan bo'lsak, mana bu yerda 999 bor. Plus bizda 1 taqsim 2 bilan 1 taqsim 2, 1 taqsim 3 bilan 1 taqsim 4 va hokazo qisqaradida 1 taqsim 999 ham qisqarib ketib, oxiri minus 1 taqsim 1000 bilan 1 qoladi. 1 dan 1 taqsim 1000 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 999 taqsim 1000 qoladi. Va bu 999 butun 1000 dan 999 degan. Tushunarli bo'ldimi? Demak, ifodamiz 999 butun 1000 dan 991 ga teng bo'ladi. Demak, o'quvchilar, bugungi mavzu shulardan iborat edi. Agar sizga bu mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.